Do'stlar qaranglar, hamma kutgan velosiped topib berdim sizlar uchun qaranglar. Bu ham akkumulyator ekan, bu ham velosiped qilib minsiz bo'laver ekan. Ham skuter, ham velosiped sizdan bo'laveradi do'stlar qaranglar. Bemalol akkumulyatorni xuddi shu joyga joylashtirishgan ekan. Buni shunday ochadigan bo'lsa, qarang, yaqinlashtirib olib keling-da. Qaranglar do'stlar, mana akkumulyatorni ko'ryapsizlar. Akkumulyatorni juda ham chiroyli qilib joylashtirib berishgan ekan. Narxi ham juda ham hamyon bo'lib ekan. Farzandingizga olib beradigan bo'lsangiz, juda ham maza qilib minib yuradi. Xo'p, bugungi videomizda o'sha hamma kutgan video velosipedlarning narxini sizlar bilan yoritib boramiz. Hozir 17 yoshli ukamiz, xudo xolasa biznes boshlayman deb velosipedchilarga shogirdga tushibdi. Shu biznesni boshlayman deyotgan. Ismingiz nima edi ukaxon? Otabek. Otabek, yaxshimisiz? Charchamang. Xo'p. Velosipedlarni o'zingiz sotyapsiz-a, xudo xolasa. Velosipedlar narxi bilan birma-bir tanishtirsak bo'ladimi endi? Qanaqa velosiped? Bo'ldi aka. Xo'p, narxlarni necha pul, dastavkasi qanaqa bo'lyapti? Bu qaysidan boshlaymiz velosiped? Mana shu birinchi bu vosifitimizdan boshlasak aka. Aha. Yosh bolalar uchun ekan-a? Narxlari necha pul buni? Asosan 10-12 yosh atrofidagi bolalar uchun. Bunimizning narxi hozirda 1.100.000 so'mni tashkil etadi. 1.100.000 so'm. Do'stlar, bu aytilayotgan narxning ichiga xo'p, kredit bo'lib to'lash yo'q. Faqat naqd pulga bo'ladi. Kartadan perevod qilib bersam, o'sha ham naqd pulga kiradi. Bo'lib to'lash yo'q, ya'ni kreditga qilib berilmaydi. Xo'p, narxi necha pul dedingiz buni? Buni narxi hozirda 1.100.000 so'm chiqyapti aka. 1.100.000 so'm chiqyapti do'stlar, qaranglar. Farzandingizga olib beradigan bo'lsangiz, ya'ni bu qattiqcha Xitoydikimi bu? Bu Xitoyda mahsuloti hisoblanadi aka. Xitoyda mahsuloti. Kelamiz. Kraskalari, xudo xolasa, velosiped yangi, a? Velosiped yangicha changib qolgan. Ustangi lekin velosiped yangi velosiped. Yangi velosiped. Salafalarni hali yechmaganmiz. Salafalarigacha yechilmagan. Bundan tashqari suv ichib yuramiz, suvlariga qo'yib berishgan. Xo'p, bularimiz narxi qanaqa? Bu velosipedimiz ham buni ko'k rangi hisoblanadi. Buni narxi ham 1.100.000 so'm. 1.100.000 so'm. Xo'p, manularimizchi? Bu damski deyiladi. Bu velosipedimiz Ario velosipedimiz. Bu velosipetimizning narxi 1.50.000 so'm. Hozirgi narxi 1.50.000 so'm. 1.50.000 so'm. 10 yoshdan katta yoki yoshi katta odamlar uchun xarid qilsa bo'ladi. Juda ham zo'r. Xo'p. Bularimiz qanaqa? Do'stlar, asosiy hoji tog'alarimizga mashqga borib kelish shu narsalar uchun juda ham zo'r velosiped haqiqatda keladi. Buni narxi hozirda 1.100.000 so'm, kami bor bundan. Kamaytirib beriladi. Kamaytirib beriladi. Juda ham zo'r. Xo'p, bu yosh bolalarimizga diskalarini yabishli bo'lganlari qanaqa? Necha pul endi bular? Diskalarni qaranglar do'stlar. Bularimizni narxi 1.100.000 so'm. Bu modelimiz o'tda emas, suvda cho'kmas modellardan biri bo'ladi. Buni bitta balonida 156 ta spisasi mavjud bo'ladi. 156 ta spisasi bor. 156 ta spisa. Ya'ni anchagina yuk ko'taraveradi deganda. Anchagina yuk ko'taraveradi. 3 kishi 4 kishi chiqib olsa ham ramasi ponni hamma yoq temirdan bo'ladi. Orqa bagajniki qanotlarigacha temirdan bo'ladi. Qanotiga 4 temirmi bu? Juda ham zo'r, qoyilman. Qanotiga 4 temir ekan do'stlar. Narxi ham bunaqangi qimmat bo'lsa ham do'stlar 1.100.000 so'mga chiroyli qilib, xudo xolasa, dastavkalari qanaqa bo'ladi bular? Dastavkalari O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Albatta kelishgan holatda pulli bo'ladi. Kelishilgan holatda. Xo'p, bularimiz qanaqa? Bularimizning narxi 1.100.000 so'm. 1.100.000 so'm, ha? 1.100.000 so'm. Bu velosipedlarimizda old orqa diskinli tormoz va 7 ta skor mavjud. Juda ham zo'r. Bularimiz qanaqa? Bunimiz 1.100.000 so'm bu velosipedimizning narxi ham. Aha. Bunda ham o'sha qulayliklari mavjud. Buni skorslari nechta skorsi bor buni? Bunda ham 7 ta skors mavjud. 7 ta skorsi bor. Diskinli tormozlar va do'stlar qaranglar, juda ham yengil bo'ladi, qaranglar, 7 ta skorsi bor. Qancha kichkinasi bo'lgan sari shuncha yengillashadi. Bundan tashqari amortizatorlarni qaranglar do'stlar. Amortizatorlari ham juda ham boshqacha, yumshoq bo'ladi velosipedni olib beradigan bo'lsangiz. Bu velosipedimiz narigina kichkinarog'imi yo o'sha bilan bir xilmi bu ham? Bir xil ekan-a? Bir xil shun bilan bir xil ekan, juda ham zo'r. Xo'p, juda ham yoshlar minaman deydiganlar uchun farzandingizga olib bersangiz velosiped minishni yangi o'rganayotgan odam ham yoniga pomagator qo'yib olsa bo'laveradi. Bular asosan sportivniy haligi moda uchun miniladigan velosipedlardan. Yosh bolalar uchun, ha? Dizayn o'ta chiroyli qilib ishlangan. Bunda ham bu velosipedlarda bor 7 ta skorlari mavjud bularda ham. 7 ta skorsi bor buni ham. Ha.
Kraskalari ko'chmagan, Kraskalar ko'chmagan, yangi yangi holatda salafanda. salafallari ham hali yechilmagan. Nasoslarigacha bor ekan do'stlar, qaranglar, rangi ham juda neobычный. Nasos va fonar va o'zini qulflari qo'shib Qulublarigacha beriladi. stop, qulf. Bu tomonda stop va fonarlarigacha qo'shib beriladi ichida. fonarlarigacha qo'shib beradi. Haligi beradi. roliga qo'yib olishadi-yu bolachalar, fonarda ko'proq. Fonarlar rolga qo'yiladi. Hop, bularimiz qanaqa endi? Bularimizni narxi hozirda 650 ming so'm bularimizni narxi. Bunimizni narxi esa Bunisini aytmadi-ya narxini. bunimizni narxi 1 million 100 ming so'm. Bu 1 million 100 ming so'm, bu kelishtirib 600 ming so'm. Bu ham neobычный ekan do'stlar. Hamyon bop ekan, farzandingizga olib beradigan bo'lsangiz, Xudo xohlasa, juda ham chiroyli qilaman. Bunimizni narxi necha pul? Velosipedimiz ham hozirda eng hamyonbop velosipedlar toifasiga kiradi. Mhm. Bundagi qulayliklardan ko'proq qulaylik bularda bor. Oldida amortizator va old orqa diskli tormozlar mavjud va dizaynlari ham горный velosipedni dizayniga o'xshab ishlatilgan. Hozirda buni narxi 650 ming so'm qilib beryapti. 650 ming so'm, juda ham zo'r. Bunimiz qanaqa? Bunimiz ham 600 ming so'm. 600 ming so'm. Necha 600 ming yoshgacha so'm. minadi buni? Buni 8 yoshgacha minsa bo'ladi. 8 yoshgacha bemalol minsa 120 bo'ladi. 150 kilo atrofida yuk ko'taradi. Juda ham zo'r. Yoshroq, yana ham yoshroq minaman deganlarga, farzand borlar uchun. Necha pul bularimiz narxi? Bunimiz narxi 550 ming so'm. Bularimiz skorisi yo'q, a? Bularimizda skoros mavjud emas, o'sha asosan detskiy velosiped. Detskiy velosipedlar. Xo'p. Bu variantimiz sal kichkinroq ekan-a bu. Bu variantimiz bularga nisbatan kichikroq. Narxi qanaqa buni? Narxi bular narxi 550 ming so'mdan. 550 ming so'mdan, a? Xo'p, ana bu aravacha sifatida nima deydi buni? 3 g'ildirali g'ildirali velosipedimiz. Hozir bu yangicha dizaynda ishlab chiqishyapti. Pedallari, egar va orqa tomonlari bir xil rangda, chiroyli svetda ishlab chiqarishyapti. Bular narxi necha pul buni? Buni narxi 850 ming so'm. 850 ming so'm. Anchagina baquvvat ekan. Nimalargacha baquvvat ekan. Bularimiz buni rangi boshqacharoq ekan-a bu. Necha pul bu? Bu kattaroq varianti. Buni narxi ham 650 ming so'm tashkil etadi. Bu ham 650 ming so'm. Do'stlar, qaranglar, bundan tashqari velosipedlari anchagina cheklanmagan miqdorda bor. Bu tomonda olsak bo'laveradi. Bo'ldi. Qaranglar do'stlar. Velosipedlar har xil turdagi velosipedlar bor. Bu tomonda birma-bir tanishtirib o'tamiz deydigan bo'lsa, videomiz cho'zilib ketib qoladi. Juda ham ko'p bo'lib ketadi, qaranglar. Shunga o'xshagan velosiped kerak deydiganlar uchun ham velosipedlarimiz har xillari bor. 3 g'ildirali velosipedlarimizni katta, kichkina hamma razmeri bor. Kichkina yoshdagi minaman deydiganlar uchun ham mana velosipedlarimiz har xillaridan bor. Bu tomonlarda mana boshqacha neobычныйлari, sportivniylari bor. Samokat deydiganlarga mana samokatlarigacha Xudo xohlasa mana chiroyli ko'rinishda samokatlarni ham qilib berishaveradi. Manzilimiz Marg'ilon qayerda bat? Langar asfalt yo'li, Langar metandan o'tganda chap qo'lda. Marg'ilon, Langar desalaring o'zi biladi. Video pastda nomerlarga telefon qilgan bo'lsalaring, lokatsiya tashlab beriladi. Telegram, WhatsApplari bor. Bo'ldi, Telegram, WhatsApplari bor. Bemalol telefon qilsalaring, qanaqa velosiped kerak deydigan bo'lsalaring, videodan ko'rib turib skrinshot qilib turib tashlaydigan bo'lsangiz, xuddi o'sha velosipeddan ko'rsatib video qilib tashlab berishadi. Bemalol aloqaga chiqsalaring, Xudo xohlasa O'zbekiston bo'ylab dostavka qilib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta-bittadan like bosishdan chiqmasin.